Assalamu alaykum vatan ishchi va sirtdagi barliq Uyg'ur qarindoshlarim. Men Gulshan Abduqodir. Men Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Men bugungi programmam orqali, ya'ni Xitoy uxlaydigan oz qoldi nomli programmamning 5-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Bugun Kanada intayin sovuq ko'rib turibsizlarki, orqamda talada shunchalik qar ushqunda pek bo'ron chopqin bo'lib ketyapti. Lekin uyning ichi issiq. Men nima uchun Xitoyga ulaydiganga cho'nqir ishonaman. Sizlarning ishonishinglarni umid qilaman. Buningda mundaq omillar bor. Birinchisi, Xitoy qancha yilning yog'izi shu bir balvoq bir yo'l orqali dunyoning ham yeriga bek nurg'un qarz pullarni taqatdi. Xitoy bu qarz pullarni qaytarib olmayapti. Xitoyning hozir shu banklari qurg'izlanib ketdi. Bankalar qurg'izlanib, shu taqatgan qarz pullarini qaytarib kelolmaydigan bir ahvol shakllanib qoldi. Ikkinchidan, bir balvoq bir yo'l orqali hamma joylarga mablag' solgan yerlardagi xalqlarning bek noroziligini qo'zg'ab ketdi. Shu joylardagi xalqlarning ishonchidan mahrum qoldi. Chunki hozir qayerda bo'lsin, mayli Pokistonda bo'lsin, mayli Singapurda bo'lsin, mayli Jibutida bo'lsin va boshqa yerlarda, yana nurg'un yerlarda Xitoy qarz pulini qaytarib olamaganki, uning o'rniga ularning qimmatli strategik o'rinlarini tatib olganligi uchun 40 yillik, 50 yillik hisoblab qarzga sundirib olganligi uchun u yerdagi xalqlarning noroziligini qo'zg'ab ketdi. U yerdagi xalqlar erkin namoyish qilib, Xitoyninki bu o'zining ziminlaridan chiqib ketishini talab qilyapti. Ya'ni yerli xalq qisqa vaqt ichida shu qisqa 10 yil ichida Xitoyning bek bu qarz to'zg'ining mohiyatini tunib ketdi. Eng oz deganda shu Uyg'urlarchilik Xitoydan bezor bo'lishga boshladi. Endi Xitoy uchinchidan, men nimishki Xitoy qulaydiganligi ishonaman degan vaqtda, uchinchidan, garchi Xitoy Sunzininki hargizmi urushga kirib qolmaslikdan iborat bu nasatiga, ideologiyasiga qancha ming yildan tortib itoat qilib, Sunzining eng yaxshi urush qilmasdan utish degan taktikasiga har qancha amal qismi yana urush yoki to'qinishga kirib qilishning bu so'g'istirib Xitoy. Masalan, Gwadar porti, Gwadar aydirimlarini Xitoyga bermaslik uchun Baluch va Balujiston xalqining qanchalik qattiq ching turayotganligini o'tganki programmamda so'zlab o'tgandim. Xitoyning mishadiki Balujistonda emas, Pokiston bilan urushga kirib qolish ehtimoli ko'rilib turibdi. U yerdagi kalimalarning urushi, masalan, 2018-yildan 2022-yilgacha Xitoyning Pokistonning eng yaxshi sherikim, eng asosiy sherikim deyishi, eng asosiy iqtisodiy sherikim deyishi 2022-yildan keyin bo'lsa, bu eng degan so'zning chiqib qilib Pokiston bizning iqtisodiy sherikimiz deb atayotganligi. Bularning hammasi siyosiy taktika, siyosiy politikalik, diplomatik kalimalar bo'lib, bu kalimalardan shu davlatlar bilan bo'layotgan munosabatlarning qayergacha ekanligini bilib olamiz. Bundan boshqa shu Gwadar aydirimi 4300 milliarga Xitoy 230 million dollar pul xarjlab Gwadar aydirim qurib chiqdi. Pokiston taraf buni bizga bergan Xitoyning gift, ya'ni hadiyasi deb atayotdi. Xitoy buni yordam degan ikki xil kalima ishlatyapti. Bu bularning o'zaro kalim jihatlarda to'qinib qilayotganligidan iborat bir reallikni biz ko'rsatib berdi. Ya'ni munosabatlarning buzilganligini ko'rsatib bergan iboralar. Bugungi 5-qism programmamda
Xitayning bir yo'l bir balvoq atalmış strategiyasini bo'ylab shu Greenland ya'ni haqida to'xtalman. Xitoy Amerika iqtisodiy urushi azroq to'xtalgandan keyin, undan keyin men shu Greenland haqida to'xtalman. Greenlandni nima uchun setib olmoqchi? Nima uchun chiqiblam Donald Trump birinchi Panamani setib olman, undan keyin Greenlandni setib olman, undan keyin Kanada meningki 51-ci shtatim bo'lib qo'shilib ketsin bizga degandek gaplarni qildi. Bularninki hammasi shu Xitoyga qarshi hozirlik. Buningki oq pardasida Xitoyni g'ultish, Xitoyga zarba berishdan iborat bir nima turibdi, bir strategiya yoshirinib turibdi. Buningdan burun Donald Trump chiqishdan burun Yevropa Birligi bo'lsin, Amerika bo'lsin, asosan Xitoyninki shu yumshoq gaplari, kulib turadigan yuzlariga, chiroyli gaplariga xushtar bo'lib shu uxlab qolibdi ekan, bundoq aytganda. Yevropa Birligi shu ekan, Amerika bir shunday holatda qolibdi ekan, butunlay Xitoy atroflarini hammasi qurshab bo'libdi ekan. Amerika o'zining atrofidagi shu yaqin qo'shni davlatlardan bo'lgan O'rta Amerika va Janubiy Amerikadagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni bek yaxshi qurolmagan ekan. Donald Trump shundoqli chiqib, ozroqli bir oyga yetmagan shu qisqa vaqt ichida nihoyat chiqishlarni qilyapti. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio efendi derhal Panama'ga berip Panama'nın baş ministri bilen görüşkendi. Ular şunda alamılık limonu sıksa suyu çıkıp gittiğin halatlam özlerinin ki Xitayning bir belvaq bir yol projektidan chiqib ketadiganligini, darhol chiqib ketadiganligini bildirib, Marco Rubio efendining Panamaga ziyorat qilib kelganligidan indan xo'shalib ketdi. Salvadorga borgandim shundoq. Bularning hammasi Xitoyning ta'siri küçüyüşüdün öz devletlərdə Amerikanın təsirinin küçüyüşünü bəkləm xalaydı ekan-da. Ondan keyin Panama'nın ki bir belvaq bir yoldan chiqib ketman deyish bilan Xitoy degan o'tiramay qoldi. Tashqi ishlar ministrlari bayonotchilar bayonotlarni berib, bunda qis bo'lmaydi deb sakrab ketdi. Ya'ni Panama shahrining boshlig'iga oqish qilgan mosh qilib, Amerikaning paraxodlari Panamadan o'tsa haqqamsaqm olmayli, ammo bir belvaq bir yo'ldan chiqib ketmayli, andaq-mandaq deb yana bir oqish bir xo'shamatlarning peshida yuribdi. Aziz qarindoshlar, uningdan boshqa Xitoy bo'laydigan oz qoldi. Bu programmamga qo'shilib, sizlarni birga mashg'ul Xitoy bo'laydigan oz qolganligi haqida cho'nqur duolarni qilinglar. Birinchi, duo intayin muhim. Duo qilgan vaqtida shaxsiy duolarni battar umumiy millat va kollektivning shu jazo lagerlarida yetayotgan, ingrayotgan qarindoshlarimizning namlarını tilga iptirib Allah'dan, ey Allah, meni shu Xitoy g'ulg'ichilik menga bir uzun umrlarni bergin, Xitoyni bizga g'ultib bergin, Xitoyning qandoq bir g'alaydiganligini, shu 70 yildan ortiq bizga shunchalik qattiq zulmlarni qilgan shu razil Xitoyning qandoq g'alaydiganligini bir ko'ray degan ichinglardan bir Allah'a yig'lab turib duo qilsanglar, bu dualar qabul bo'ldi inshaalloh. Men bu dualarning qabul bo'lganiga bek ishongan birisi. Ondan boshqa ilm fanda kvantum rayoni degan bir narsa bor. Hozir olimlar kvantum rayoni degan bir kvantum fiziksida kvantum rayoni olam bo'shliqda kvantum rayoni degan bir bo'shliqning borligini, bu rayonda masalan radio chastotalarga o'xshaydiganligi kuchli bir talab qilgan vaqtida u yerdagi chastotalar bilan sizning talablaringiz uchrashganda u yoqdan signal qaytib kelganligi. Masalan, siz chastotalarni birsangiz, radio to'lqinlarining chastotalarini birsangiz, muzika, xabar, tantarbiya degandek programmalarni anlay olasiz. Shunga o'xshash sizningki kuchli duolaringiz, kuchli talablaringizmi shu kvantum rayonida sizningki ichingiz
aşağıdaki signallar bilan uchrashgan vaqtida sizga javob beradiganligini va orzularingizning amalga oshadiganligini olimlar isbotlab turibdi. Shu uningdan keyin hurmatli qarindoshlar, sizlar mush programmamni ko'rgandan keyin ham bahrlanlar. Bu bizning o'rtaq birlashib duo qilayotganligimiz Xitoyning g'ulaydiganligiga bo'lgan ishonchimizdan bir mustahkam bir zanjir yasayotganligimizni, bir do'stlik ko'riki yasayotganligimizni bildirdi. Bu zanjirlar birlashib Xitoyning g'ulaydiganligiga töhfa qo'shadi deb o'ylayman. Shuning uchun programmalarimni ham bahrlashni unutib qolmang demoqchiman. Ondan başqa o'tgan hafta Balochistonninki va Baloch xalqining qahramonliklari haqida program ishlagandim. Shuningdan keyin mush Balochiston ozodlik harakati qurolliq nemisi mening shu xiyolimga kirib olib shunchaki xaritlarga qarab ketdim. Bo'pmi shu Afg'oniston tarafda shimol tarafda Afg'oniston bilan chegaralangan. Afg'onistonninki janubiy tarafidami yana nurg'un nimalar balochlar yashaydi ekan. Afg'onistonninki janubiy Balochiston va yana Ironninki janub qismlarida balochlar yashaydi ekan. Shu Afg'oniston orqali Suriyadagi qarindoshlarimiz keldiganqa bir yo'llar bormidi? Mishalardan bir Xitoy qarshi bek yaxshi baz ekan bu. Deb bek ishim kirib olib bekchiq o'ylab ketdim bu haqida. Uni keyingi programmalarimda yana shu Balochiston ozodlik armiyasi bilan Uyg'urlar birlashgan vaqtida qanday bo'ldi? Bu haqda o'zimninki ba'zi mulohazalarimni o'tirib qo'yib o'taman. Bugun vaqt munosabati bilan Balochiston haqida, Balochiston azodlik harakati tashkiloti bilan Uyg'urlarning bir qurolli kuchlarining birlashishi, Xitoyga qarshi bir cho'ng Xitoyni qo'llash uchun bir cho'ng kuch bo'lib tashkillanishi haqidagi o'y xiyollarimni bugun mishada to'xtab qo'yay. Endi Xitoy Amerika bilan savdo urushiga kirib qolamdi. Donald Trump efendim shu yangidan prezident bo'lib saylanib Amerikaga prezident bo'lib chiqqandan keyin Meksikaga, Kanadaga va Xitoyga jazo yurgizdi. Tamojni bejini oshirdi. Xitoyga 10% tamojni bej qo'ydi Xitoy mallariga. Xitoy aldirab yuqoridimi deb o'tib ketdim. Men so'zininki eng yaxshi urush qilmay qozongan urush degan ta'limotga bek amal qilganligi uchun aldirab Xitoy Amerika bilan undaq bir urushga kirib qolmaydi. Amerika Xitoyga tamojni bej qo'ygandan keyin Xitoymi uningga javoban Amerika mallariga tamojni bej qo'ydiganligini bildirdi. Ondan boshqa o'tgan qitim rais bo'lgandimi Xitoyga qarshi Xitoy bizning birinchi nomerlik dushmanimiz degan gaplarni qilgan. Bu qitim ikkinchi qitim vazifaga o'tirishi bilan Xitoyga 10% tamojni bej qo'ydi. Nima uchun Donald Trump Xitoyni iqtisodiy jihatda bunchalik tahdid deb qaraydi? Bir mulohaza qilib boqaylik. Chunki Amerika Xitoy bilan bek cho'ng tijorat qildi. Ikki davlat o'rtasidagi umumiy tijorat summasi 1,5 trillion dollarga yetadi. Lekin Trump bu yerda Xitoy bilan bo'lgan savdoda bir tamponlikning yo'qligini, ma'lum bir yo'chiqlarning borligini his qilg'iliq ham ishtirohat emas Donald Trump efendimning. Chunki ya'ni Amerika Xitoyga eksport qildigan mollaridan necha hassa jiq molni Xitoydan import qildi. Ya'ni Xitoydan yuzlarcha million dollarlik ortiq mol oldi. Bu xil tamponsiz, adolatsiz ahvol Xitoyni payda oldigan, Amerika ziyon tortadigan bir normal bo'lmagan savdo tijorat realligiga so'rab kirayotgan bo'lib,
bu bu Xitoyninki savdo tijorat jihatdagi bu xil ushuqligi faqat Amerikaga ham qartilgan emas. Xitoy Yevropa birligigami, Turkiyaninki savdo tijorat ahvoli haqida bir balvoq bir yo'l Xitoyning atalmış strategiyasida tutgan o'rni haqida kelarki qitimliq programmalarimda tafsili to'xtalib program ishlayman. İş qilib qanday yer bilan savdo tijorat qilsa, mayli Yevropa birligi bo'lsin, mayli Turkiya, mayli musulmon davlatlari va Amerika bo'lsin, Xitoy zoti jiq narsalarni eksport qildi, boshqa davlatlardan oldigan narsalar nihoyat oz. Shundoq bir odil bo'lmagan bir vaziyat shakllanib turyapsimi, lekin Xitoyga hech kim bir narsa dalanmaydigan bir dunyoda shundoq bir ahvol shakllanib qolibdi ekan. Onundan boshqa yana ahli milk huquqlarining Xitoy tarafidan o'g'irlanishi, Amerika shirkatlarining texnika va nozuk texnikalik masalalarda texnik muvaffaqiyatlarni Xitoy shirkatlariga og'dirib berishga zo'rlanishi Xitoy tarafidan. Amerika dollarining Xitoy puliga almashtirilishini, Xitoyninki monopol qilinishi, ya'ni Xitoyninki eksportni texnik azan ahvolga keltirish uchun dollarning xalq puli, ya'ni Xitoy renminbisiga aylanishini erkin qo'yib etmay, kontrol qilayotganligi qatorliq masalalarda Amerika izchil Xitoy tarafiga shikoyatchi kelgan bo'lsin, lekin Donald Trump o'xshash bunday keskin Xitoyga qarshi qadam oldigan bir lider texcha chiqib boqmagan. Agar shunday ketaveradigan bo'lsa, Xitoy beklam cho'ktirib ekan dunyoni, lekin hozir o'zi ulaydigandek ahvol turyapti. Endi shu Amerika 10%, Kanadaga 25% boj qo'ygandan keyin Kanadadan kiradigan mallarga, Kanadada Xitoy nimiga Amerika qarshi cho'ng noroziliklar bo'ldi. Masalan, Amerikaning mollarini do'konlardan serib supurib chiqarib etadigan shunday ahvollar ko'rildi. Bir basketbol musobaqasida hatto Amerikaning davlat gerbini etish rad qilindi. Shunday ahvollar ko'rildi. Ammo Xitoyda hozirgacha bek jimjit. Buningda ilgari Xitoy Kommunist partiyasi Jallod Shi Jinping Amerikaga qarshi Xitoylarning millatchilik ro'yini qo'llanib, millatchilik nimasini bundaq kuch ko'rsatish orqali xalqni ko'chalarga chiqib namoyish qilib, biz Junxo millatlari Amerikaga bo'zak o'qamaymiz degandek yo'llar orqali Amerikaga qarshi xalq urushi ya xalq tashviqoti iboratdi. Ammo bu qitim Xitoy nihoyatda jimjit bir xil ahvolda turdi. Xalqqa hech qanday bir norozilik bildiradigan ahvol yuz bermadi. Nimishki bundaq bo'ldi deganda, Xitoyda hozir kambag'alchilik intayin ig'ir bo'lib, Xitoy yaqin chaqandimi, Xitoyning shaharlarining cho'l taraf qolganligi, iqtisodiyot chekinish bo'layotganligi oshkorlanib turyapti. Shunga Xitoy ko'chalarga chiqib xalqini Amerikaga qarshi namoyish qilishga kuch ketgan vaqtida bu namoyishning o'ziniki g'ulab ketishiga sabab bo'lgan namoyish bo'lib qolishidan bekli ansirdi. Endi Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi, chunki yuqorqidagi ahvollardan boshqa yana Donald Trump chiqqandan keyin darhol hamma ishlarni u yoq bu yoqlarni kontrol qilib, masalan Rossiya bilan bugun Putin bilan suhbat o'tkazib, Ukraina bilan urush to'xtatgan bo'lib, Gazadagi masalalarni nima qilib, hamma ishlarni tez bitirib, butun diqqatni Xitoyga markazlashtirishdek bir sezim bor. Shunda shunday qilyapti ham Donald Trump efendim. Endi Greenlandga
keleyli. Donald Trump efendim ikinci qitim saylanıp chiqqandan keyin Panama kanalını setip alman, Greenlandni setip alman, Kanada bizning 51-ci өлkemiz bo'lib ketsin degandek gaplarni qildi. Buning hammasining yildizi berib Xitoyga tutishdi. Xitoyni g'ul tushdan burun Xitoyga tutishdigan shaxs bularni Xitoyga tutishdigan yıldızlarni kesyotidi Donald Trump efendim. Greenlandmi setip olman deyishidimi? Bir maqsad bor. Biz tuvanda Greenland haqida ozroq mulohaza qilib boqaylik. Greenland Uyg'urcha yeşil tuproq, yeşil zamin, yeşil vada degandek ma'nolar keldi. Ammo shundoq yeşil vada degan tushliq bu zamin pek yeşil emas, shu tropik nimaga Shimoliy Muz okeanga yaqin bo'lganligi uchun pek oppoq muzlar bilan qoplanib ketgan Şimal qutbga yaqin bir joy. Bu nimaniki Greenlandninki yer maydoni nihoyat cho'ng. 2 milliard 16 million kilometr. Xato deb qo'ymaganman. Sharqiy Turkistonninki yer maydonidan cho'ng. Nüfusu aran 58 ming etrafida. Undaqda xo'sh, nima uchun Donald Trump vazifaga o'tmay Greenlandni setib olmoqchi bo'ldi? Buning eng oldingi sabablarining biri Greenlandda kundan kunga o'chayotgan Xitoy ta'sirining Amerikaga tahdid paydo qilayotganligi. Endi Donald Trump efendimning Greenlandga bo'lgan, ya'ni Yeşil Vada degan bu davlatga bo'lgan qiziqishi faqat bu orol davlati yer maydonining cho'ngligi va yoki Yeşil Vadadagi bu Greenlandning Yeşil Vada deb atalgan bu Greenlandning yer osti boyliqlarining mo'l bo'lganligi emas, balki birinchidan Xitoyninki Greenlanddagi ta'sirini tüp yıldızdan süpürüp tashlash, Xitoyni qo'g'lab chiqarish bu yerdan. Xitoyni yo'qol deb qo'g'lab chiqarish. Ikkinchidan, Shimoliy Muz okeanidagi muzlarning bag'ancha erishi bilan Greenlandning strategik muhim o'rni bag'ancha ishga boshladi. Iqtisodiy, askariy va siyosiy jihatdan texmo muhim strategik o'ringa aylanishga boshladi. Ondan başqa Greenland yana Shimoliy Amerika bilan Yevropaga o'tishadigan muhim darvoza va tugun. Bu afzalligi xalqaro tijorat aylanmasi va askariy harakatlar uchun muhim bir o'ringa ega qildi Greenlandni. Gerçi bu Greenlandni setib olish plani o'tirg'i chiqqan vaqtida bu Greenlandninki ig'dorchilik huquqini ustiga ib kelayotgan Daniya hukumatininki qarshiligiga uchrab kelgan bo'lsa-mu, ammo Greenlandning bexatarligi va Amerika uchun yer osti boyliqlariga bo'lgan qiziqishi nuqtasidan Trump efendim Greenlandni setib olish orzusidan hech qachon voz kechmadi. Donald Trump her qitim muxbirlarning savollariga javob berganda Greenlandning national security'si uchun deb Greenlandning bexatarlik masalasini alohida ilib kelyotdi. Chunki u Xitoydan andish qilyotdi. Xitoyning bulang-talang qildiganligidan, Xitoyninki bu yerga ko'chmay yetkazib kelib, o'ylab yiqinglar 58 ming nüfuslik bir Greenlandni Xitoy allaqachonlar Xitoy ko'chmanlarini yetkazib ekilish orqali yana osmonasiya qilib yana 70 yildan keyin qirg'inchilikni ib berib birdan 58 ming nüfusni yo'q qildi. 11 milliondan 15 milliongacha nüfusga ega Sharqiy Turkiston hozir qanaqa ahvolga kelib qo'ydi. Shuning uchun miyadagi Donald Trump efendimning Greenlandning national security, ya'ni Greenlandning davlat bexatarligi nuqtasidan biz Greenlandni setib olmoqchi bo'lyapmiz degan bu so'zi intayin muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu yerda Xitoy
kelajakda Greenlandni o'zining ikkinchi Xitoy davlati qilib oldi. Greenland bu yerdagi fuqarolar yo'qolib ketadi, assimilyatsiya bo'lib tugab ketadi degan ma'noni berdi. Greenland hozir dunyo raqobatiningki eng talash tartish qilingan bir raqobat nuqtasiga aylanib qoldi. Donald Trump efendimninki shu Greenlandni setib olman degan bir jumla so'z bilan. Endi albatta Greenlandga 1946 yilmi yo 1948 yilmi ish qilib shu yillar atrofida Amerika harbiy baz qurgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy 2000 yillarda bu yerlarga to'zaq qurishga boshlagan, ko'zni bishalay tikkan. Endi 1 milliard 400 milliondan ortiq nopusga ega. Her tarafda zimin besib olish, o'zining ichib qolib ketgan energiyaga bo'lgan ehtiyojini qamdash uchun harakat qilib turayotgan Xitoyga nisbatan Greenland, ya'ni Yeshil Vada qo'l uzatsalam olg'il bo'ldigan bir paxlan go'shiga o'xshab qolgandi. Uning ustiga 11 milliondan 15 milliongacha nopusga ega Sharqiy Turkistonni Xitoy ko'chmanlarini yutkash va qirg'inchilik orqali assimilyatsiya qilish plani bilan harakat qilayotgan, ham bundaq assimilyatsiya qilishda pek tajribaga ega bo'lgan Xitoy uchun 58 ming nopusliq Greenlandni bir taraf qilish pek oson to'xtaydi albatta. Shunga Xitoy Greenlandga 2015-yili qo'ltig'iga yilqi azam qarz pul to'zg'ini qistirib rasmiy mablag' solish yo'li bilan kirib keldi. Greenlandda yo'llar yasadi, aydirimlar soldi. Bularning hammasi bir to'zaqdan iboratdi. Greenland jo'grafiyalik jihatda Xitoyga qaraganda Amerikaga bakrak yaqin bo'lsa-mu, ammo Xitoy shu 5000 mayl, ya'ni 8000 kilometrdek uzoqlikdagi joydan shu Greenlandga o'z ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Xitoy Greenlandga selinayotgan mablag'ning 12,7%lik payga igdorchilik qila oladigan holga kelgan bo'lib, hozir yerlik hukumat Greenlandda Xitoy ta'sirininki eshib ketishidan, kelajakda Xitoy nopusining bu yerda yamrab ketishidan sal ehtiyot qilganligi sababidan Xitoyninki mablag' silishiga sal ehtiyotchan oldirmay salmoqlik bilan muomala qilishga boshladi. Bu Greenlandda yer osti boyliqlari intayin mo'l bo'lgandan boshqa yana temir javhari va shu hozirgi iPhone telefonlari, kompyuterlar va shu texnikaga munosabatli, fan texnikaga munosabatli ishlarda ishlatilgan dunyoda kam uchraydigan nozik moddalar ko'pganda bu nozik moddalarni qizib Xitoy shu o'z mablag' selib, o'z shu yer osti boyliqlarini Greenlandninki shu nozik materiallarni qizib chiqarib Xitoyga to'shib boshlaganiga uzun yillar bo'lgan ekan. Natijada Xitoy shundoq nozik materiallar eng ko'p salohiyatiga erishgan, ham dunyoga birdan bir shundoq nozik materiallarni eksport qilgan davlatga aylangan Greenlandni bulan-talan qilish badaliga. Ammo Amerika Greenlandga Xitoyga qaraganda bek yaqin bo'lsa-mu, bundaq bir imtiyozga sahip emas bo'lib kelgan. Shunaqlarlikqa shu kam uchraydigan shu nozik materiallarni Xitoydan eksport qilib kelgan Amerika. O'tganda Amerika Xitoydan Xitoyninki eksport mollariga tamojini beji qo'ygan vaqtida Xitoy taraf darhol bunga javob qaytarib Amerikaga
eksport qiladigan shu nozik materiallarni eksport qilishni to'xtatdi. Bu ahvol Amerikaning ya'ni kelib Donald Trump efendimning g'azabini keltirgan, achchig'ini keltirgan muhim omillarning biri. Demak, Xitoy Amerikaga eksport qilgan shu nozik materiallarni to'xtatgandan keyin Donald Trump Greenlandni butunlay setib olish orqali bu ya'niki yer osti boyliqlariga ega bo'lish, ham shu nozik materiallar ega bo'lish, ham Greenlandningki strategik muhim o'rnidan foydalanish dan iborat qo'sh unumga erishmoqchi bo'ldi. Amerika Greenlandni setib olish orqali tamamen Xitoyni Greenlanddan qo'g'lab chiqarmoqchi. Donald Trump'ninki Panama kanalini setib olman, Greenlandni setib olman, Kanadani setib olman deyishlarining pardaqisida butunlay Xitoyninki dunyodagi strategik muhim nuqtalardagi ta'sirini supurib tashlash va Xitoyning dunyodagi o'rganib qolgan adolatsiz va yo'lsiz tijorat uslubini va Xitoyning bu uslubiga masxush bo'lib qolgan Kanada, Yevropa Birligi qatorliq davlatlarni uyqusidan uyg'otishni asos maqsad qildi. Hurmatli qarindoshlar, Xitoy qulaydiganga oz qoldi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l atalmış strategiyasini bo'ylab Greenland, ya'ni Yeşil Vada nima uchun Amerikaning setib olmoqchi bo'layotganligi haqida ishlagan programmam nishada oxirlashdi. Inshaalloh Xitoy qulaydiganga oz qoldi. Meni qo'shib olishni qilmang. Siz bilan biz o'zaro birlashgan vaqtimizda biz chuqur Xitoyni qo'litimiz. Allohga omonat bo'linglar. Kelar qitimqi programmamda ko'rishguncha omon bo'linglar.